Sözlep geldim. Tahu toluk materyal emas. Bu yerden jığlangan, toplangan materyallar. Geldim. Demek bugün Amerika Qo'shma Shtatlarının yeni stratejik siyasi o'tirasiga kirgan ekan. Bu jumladan birinchi Afg'oniston bilan Pokiston o'tirisidagi teshliq yoki Afg'oniston bilan Taliban o'tirisidagi teshliqni ishga oshirishgan. Demak, shu O'rta Osiyoning shu burjigida ham Jungo'ga munosabatlik bu masalalar ko'tarilib chiqish kerak. Chunki hozir chegarada, Jungo Hindiston chegarasida Tibet armiyasi paydo bo'ldi. Başta sözüldük. Jungo Hindiston chegarasida Hindiston va Tibet qismlari, saqchi qismlari chegara chorlaydigan bo'ldi. Demak, boshqa xabar deyildiki, hozir Jungo chegara qismlari bilan elishayotgan, so'rkilish yasayotgan qismlar Hindiston Tibet qismlaridir deyil. Demek bu Tibet kısımları payda bo'ldi. Şuna hürmetli Amerika Qo'shma Shtatlari biz bu devlet, bu büyük devletning Asiya siyasatining, bo'lib O'rta Osiyo siyosatining amaliyleşishida Uyg'urlar masalasini herkes unutib qolmasligini, balki bu qatimqi eng oxirgi bekat dedik. Amerika Qo'shma Shtatlari stratejik siyosatining eng oxirgi bekati Afg'oniston, O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo mushu rayonda. Bu rayonda Uyg'uriston masalasining ko'tarilib chiqishini va oshkorlanishini talab qilamiz, umid qilamiz, arzu qilamiz Amerika xalqi. Biz arzu qilyapmiz. Boshqa hech qanday gap qilmadik. Biz fikr qilyapmiz. Talabimizni Amerika Qo'shma Shtatlariga yetkazayapmiz. Rahbarlarga, davlat arboblarga siyosiy yo'llarga yetkazayapmiz. Uyg'ur 20 million millatning orzusi qurilgan 3-qatimliq jumhuriyatni asliga keltirish. Biz boshda aytdik, Amerika ovozi radiosining yaqin masalalari munozara betida nima deyildi? 6-oyda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Afg'onistonni ziyorat qildi. Mushu ziyorat jarayonida Afg'oniston, Pokiston, Jungo uch taraf kelishim imzoladi. Buning ma'nosi nima? Biz tushunmaymiz. Oshkor bo'lmagan ekan biz buni bilmaymiz. Oxirda qo'ygan savol, retorik savol nima bo'ldi? 3 savolni qayta-qaytlab oxirda qo'ygan natijali savol, ya'ni jiddiy savol, Xinjiang masalasini Pokiston va Afg'oniston davlat kuchlariga tayinib hal qilmoqchimi? Xinjiang masalasini hal qilmoqchimi? Qarshi olamiz Wang Yi efendi. Qaysi usulda? Men davomli takrorlab keldim. Ulug' doi Mao Zedong Xinjiang tinch yo'l bilan ozod qildi degan edi. Biz ham sizdan shuni talab qilamizki, andiki Xinjiang tinch yo'l bilan, andiki mustamlika Uyg'uriston tinch yo'l bilan Uyg'urlarning qo'liga qaytirib berilishi kerak. Biz bir millat sifatida, bir odam sifatida talab qilyapmiz, hurmatli Wang Yi efendi. Vaziyat mana shu yerga keldi. Bugun ikki masalani vatandoshlarning oldiga tashladik. Yangi masala Xinjiang masalasini hal qilmoqchimi degan bir masala. Ikkinchisi hozir Jungo Hindiston chegarasida yuz berayotgan so'rkilish, Hindiston Tibet qismlari. Hindiston Tibet saqchi qismlari. Saqchi qismlari desangiz ham bo'ladi, harbiy qismlari desangiz ham bo'ladi. Agar bu xabar rost bo'ladigan bo'lsa, u vaqtda Uyg'urlarning bir timsoli bor edi. To'y tugaganda to'yning qizig'i chiqdi. Demak, 60 yillik kishilik huquq faoliyati oxirlashdi. Bu oxirlashgan kishilik huquq faoliyatining oxirgi natijasi hozir nima dedi? Eli xabarda men da'vatimi tahlil qilib, hozir nima bo'ldi bu yerda? Hindiston Tibet qismlari Jungo Hindiston chegarasida Jungoning chegara qismlari bilan elishyapti dedi. Tahlil qiling hurmatli vatandoshim. Qolgan qismini tasavvuringizga qoldirdim.